O balasını ben bunu demedim de ama her bir işin dadaqısı balaga deydigan gap var emas, ota-anası balaga deydigan xalqimizdan qolib ketgan odillar var-ku, qiz bola olsang onasini tunib al deydigan. Mında ishlar var-ku bu yerda. Shundan qo'yliqi men albatta narsani bildirga og'riqchan bo'lib buni demayman. Mening ichim og'riydi, lekin bu narsalarning hammani adam izlanish kerak-ku. Xudo salomatlikdan mas'ul chiqib berib, pechovga tushidi, rentgenga tushidi, tekshirtdi, dori yeydi, shunga o'xshash qilib qo'ygan xatoliklarga, munofiqlarga tavba qilish kerak. Uni tuzitirga ishni qilsa, u Alloh taolo uning shifosini beradi. Sharq Turkistonda mislsiz darajada qirg'inchilik bo'layotsa, butun odamlar cho'shqa go'sht, aroq yeyish, butun mana 2024 mana 5-oy kelsa, mesela mening dadam 70 ga kirdi, 70 yoshlik odam turmida bu da hisobda. Hisobda 70 yoshlik odam turmida. Ashundaq odamlarning qanchiligi var, shu butun yurtlardan qanchalik begunoh odamlar turmida. Shuni o'ylash kerakda, qalaymi-qal so'zlab, rostmi, yolg'andimi rost qilib, rostmi yolg'on qilib, unda qilma desa o aning jazosi var. O bu ishlar bugunla yoki tudungil bo'lgan ishlar emasda. Xudoyim ashundaq darsiz sab qo'ydi. Yana ashundaq qilib turib, shu bichara bolasining ko'ziga qarab turib munofiqlik qilishdan ortiq yana jinoyat bormi bolasiga eg'ir kasalni otib. Ya deydigan yerda deyish kerak, ya yuraklarni titib etish kerak bu o'ylarninki. Ha, to'g'liq bu temalarni echib qoldingda. Bundaqchi biroz men buni siyosat ilmiga sep turib men analizini qilib berayim. Her qanday bir organning, her qanday bir tashkilotning tabani deydigan narsa qurilgan vaqtidagi asosli turukları. Bu bizning munofiqlar qurultayining asosli ikki turki var. Birinchi turki 1985 yıldan 1988 yılgacha atalmış Şinjan Üniversitesi'nin o'quvchilarining qat'achiyi. Bu da onundaki ikinci asası Türkiye, Germaniyanın München şehrinin haraq sorunu. Bu munofiqlar qurultayı deyilgan bu teşkilat mushu ikki Türk'ni asas qiladi. Andiki bu bizning Avstraliyadagi Ergazidaklar bu ala universitetini bitirib chiqayotgandan keyin kirgan havaskorlarda bu. Shuning uchun sizlar o'qigan tinglasildan 7 yildan keyin men kirdim bu maktabga. Men sizlarning qatorchaga qo'shilsam bo'lamdi deydigan ama uşaqlarda bu. Endi bundaq odamlar hamma shaharda bor, hammalar ko'rislar butun, hammaning dunyoning hamma shaharda hamma odam ishonmaydigan, hamma odam hatto biladigan, mushu gumonliq deydigan odamlar bu munofiqlik qurultayining ichida vakillari. Shu tushgan umumyuzlik rasmiga qarab o'zingizning shahardan ketgan odamni hammalar bilasizlar. Gollandiyada Baxtiyor Nasirning bütün Gollandiya biladi ki, men barsam 2019-yil so'zlab menga hammasi biladi ki. Va amaliyotda hammamiz turayotgan shaharlarda bu o'xshashchu. Shu Baxtiyor Nasirga Gollandiyada qanday qarasa, men boshqa shaharlardagi vakillardimi ashunda qaraydigan odamlar bor. Hammadan biladigan. Ya bir işte ishlamay uyda o'tiradigan bir bo'shan kot erdim birsi var. Ya kumsa bir düglek paka bir çokan var müdövlette hem başkurma deydigan. Bu hem şehirde hem müdövlette o'xshashchu bu. Shuning uchun endi bular bu saboqdoshlar qatorchiga o'tirdi, kunduzi yig'in ochdik, uni buni qildi, kechdi Myunxenning aroq soruni oldu bularning. Shuning uchun mavlarning talab qildigani nima deganda, avaskar pidoylarning talab qildigani nima deganda, Bulug'aylıqa Göçmemetler, Erkin Tansonlar, yani bular yama yo'q odamlar emasmi? Voy, ajoyib cho'ng. Shuning uchun buni berib bir rasmga tushib olsa, ular bilan. Andikin munofiqlik qurultayining yig'inida bir 7-ratda bir o'tirib bir rasmga tushib olsa, andikin Myunxenning aroq sorunida bir do'lqinay sabjurum quyib bersa bularga. Bu separat yo'rin qash bir qapoq yo'q gap bersa, shuningga xo'shda, shuningga rozi. Ya'ni bizning siyosat ilmi nuqtasidan qarasangmi, bu tashkilotning asosiy turuklari nima desangmi, shunda bir ichinishli bir ko'rinish chiqadi-ku. Nimani oldi.
Kündüzü vatanda yig'in ko'rinish murasim bizbisi chavaqchilib, kechda aroq va nishi so'rollari bor. Bu kadar endeli her yığında bir çıkıdığan buzuqçuluq facialarini tilga almasaqmı, mandaq facialar var bular. Normalleşip ketken. Şunun üçün bu millet vatandagi milletning qiyochiyasi bo'l chatug'i yo'q. Hammasi yaxshi biz seni ko'tarib shunda qilib yurgashga ahvolmi shu. Shunga ma bu hatta shu nimada ma bizda qirg'inchilik boshlanishning oldida Xitoyning materiallari qaranglar. Biz bunu qilgan vaqtimizda, lagerlar ichilgan vaqtida chet eldagi Uyg'urlarning tashkilotlarining bir ish qilish ehtimoli bormi deganda, baychi deydi, yani haram tamoq deydi chet eldagi Uyg'urlarning tashkilotlari hech nima qilolmaydi degan. Ammo uli o'ylamagan yerdan individuallarni, shaxslar, aktivistlar dunyoning ham yerdan chiqib qoldi. Bu munofiqlik qurultiyi bo'lmasa, kultur qirg'inchiligi, madaniyat qirg'inchiligi deydi ya, u xato asli kulturi deyish kerak. Aşı qirg'inchilikda bu usul o'ynamoq ishti bo'ladi. Ammo har qaysi tarafdan chiqqan shaxslar o'zining ota-onasining da'vosini qilib chiqqan shundaq odamlar bu munofiqlik qurultiyining bu da'voda usul o'ynatib bizni kontrol qilmoqchi bo'lgan narsadan teshib o'tib ketib qoldi. Shuni ular bu nimaga ergishib ketdimi xalqqa? Ergishishga majbur qoldi va ergishdi. Ondan keyin shu madaniyat qirg'inchiligi deb yurgan narsa Pompeo chiqib bu bir genocide, yani irqiy qirg'inchilik bu degandan keyin majbur shuni o'zgarishga boshladi. Ammo inglizchada hamma yerda kultur qirg'inchiligi deb yuriydi bular. Shuning uchun yani bir fojialik bir ahvolchu. Men shu vaqtda degandim 2019-yil strategiya yig'inida qatnashib chiqqan ekan, men Nijat Turg'unbekka men degan. Bu tashkilotlar bo'lmay, bizning chet elda hech qanday tashkilotimiz bo'lmagan bo'lsa, noldan boshlab qurgan bo'lsak, buningdan yaxshi bo'ladi-ki, cho'ng natija oladi-ki. Bu tashkilotlar bizning tashkilotlar bor emas, bular to'salg'uga bu Uyg'urlarning qutulishi uchun degandim shu vaqtda. Mana Nijat Turg'unbek turdi 2019-yil degandim. Shuning uchun bularning ahvoli, durumi mushu endi. Ma'lumot video ishlatgan qarindoshlar magipimni ishlab chiqarib qo'ysanglar bo'ladi yani. O'ylab beqinglar bir g'arb davlatlarining istixborotlari ya biz davlatlarning istixborotlari bizning tashkilotlar to'g'risida doklad tayyorlaganda menga ishidinglar, buning turiklari qaysilar, qayerdan kelgan bularning asosiy qo'llovchilari deganni analiz qilib, o'sha men degandeklar narsa yozuvdi-ku amaliyotda. Shunga bek ichinishlik ahvol. Ha, ichinishlik o'ylab boqmamsa bir dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi saranglik kinishki bilan 3 xotinni bir-biriga uchrashtirib, nihoyat chiroyli yo'lga soladi. Da, birinchi xotini ko'chmanlar idorasida ishlaydi, tarjimon bo'lib Zulfiya Bovdun. Ikkinchisi Mehribon Niyaz. Chovuldagi bilan Urumchiga kirib chiqqan. Üçüncüsü Taniya Ukraynalik 2014'te aldımı 2000'den başlap şu kaçakçılık işlerden bu acayip işiltide emmisli ağır köşmeler idaresinin Uygurlardaki nime boğatkan hatta nime demek çoğunluğunu aşı kutundan soraydı da kapanmız kanda kılıdı o desen ben kelgen yıllarda alanmağanlar man kilonlar ben Dulkın Aysa'dan kaç çıkıp vermedi diyor. Bana Nijat Turg'un efendim var. Çıkarıp kiletti. Hikayeni dep bersen şunun qarta xat chiqirimiz biletdi. O qarsan o hikayemizni bilib olgan bilan o xatning ichida yo'q. Dunyo Uyg'ur qo'zini qalanch bizimizga biz tushunmaydigan tegida imzo bor-da. Mashundaq ahvollar bor bu yerda. Uningdan sirf uningga ilinib ketganlar. Ammo ikkinchi xotini Chovuldagi bilan Urumchiga kirib chiqqan hamda Alloh taolo men hayron qolaman-da. Alloh meni yaxshi ko'rgan deydi. Mende bir videosu var, şunu yollab qo'yay, tepib. Allah meni yaxshi ko'rgan deydi de. Endi shu Urumchigacha kirib, Chovuldagi bilan chiqqan Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi. Endi yaqinda oningki masalan ajrashdik deydi, ajrashgan bilan qanday munosabatning borligini men bilaman-da. Mendek endi ikkinchi biladigan odam yo'q. Men neylik sekretary adamdaq, katib adamdaq, ashundaq turpaqqango ish kuchliligini da men aldab shuga vaqtlarda. Qanday aloqa qilishadigan, qanday kartasi pul kirgan, men bilaman.
Shuningga ayliq mening o qarshimga chiqish emas, meni ko'rsa hozir yurak jir titrab yotadi osmon qarab, qilib baqo. Endi ashularning mana qizi to'y qildi, o'gay qizi. Xudillari keldi-da Germaniyadan shu nimaga? Shvetsiyaga. Endi menda bir xalqmi menda bir bir narsani bilish kerak-da. Bu biz hech nima qilmagan bir inson Shvetsiyada mana shu nijot turg'unni so'rab baqsang bo'ladi. Biz nima cho'ng ishni qilyaptik? Mana shu nijot takashningmi? Ma'rifda rais bo'l demişlar, politiklar qildi. Ammo uydagilar kirdi, chiqdi-da endi. Qiyninisingmi shunday bo'ldi, chiqdi. Ammo mayada Dilshad Rashidning uydagilar bo'lish emas, Shangangdan pochta sap berdi-da, Shangangdan pochta keldi menda. O pochtalarni virus vaqtida men berib olib kelgan, taniya degan xotinning kartasini, narsalarni ko'rsatib. Men har bir qilgan ish vaqtida shu WhatsAppga tatib menga mana juma oldim, mana u bu deb. Men bilaman-da bu tatib olgan ananikin pochta kelgan chaqda kim avatgandan tatib shu chaqda rasm kelib. Ama onun Şvetsiya bexatarlik idarasi bilam dötme emas bu hamma narsani. Bu yerda mundaq ahvollar bor-ku, xalq nurg'un bilmayman. Saranglik kinishkisi bor deyman, hey, pensiya yotadi. Uyning pulini to'labasa, hamma nimani chiqarib olsa $250 berdi bir oyda. $250 bilan qandaq bolasi Budapestda o'qiydi, qizi doktorlikda. Dollar degan kap turadi, yevro degan kap turadi. Uydagi pashka dollar, ay qizil yevrolarni ko'rib qolgan qizvalni, ashu anglab qolgan gaplarni ash qizvalni deportation qilib etamiz, bana qo'l qo'y desa, qo'l qo'yg'izib atgan gap, sizni olib qoladi ekan, qo'l qo'ying deb. Bilib qolgan ekan. Bichar qizval ananiki yurib ketdi, ananiki shu ma'rifdagi nijat akashlar qilib shu ishini. Mana shu topdi ba. Abdushukur Samsaq apandining yeniga tashkilotiga xotinni kirgizib qo'yib, o xotini vatanga berib kelib, erkinalib tekin nima deganti yezinglar deb xalqni ashundaq paypoq qilib. Bu shu narsalarni xalq ko'rdi. Qanchilgan bolalarga aroq to'shig'izdi, uyiga sayko'k tat to'shig'izdi, butun odamni azdi. Ammo vaqtdan soat kelgan chog'da uni biladi ekan, shu deydi ekan, ammo chiqmaydi ekanda birasi. Shundaq. Shu endi bu narsalarningki tegini, bu ishlarning shaltoqchiligini suning tegigicha mening putim yetdi-da ko'rdim. Men Xitoy Kompartiyasi tarafdan juma, men global tarafdan ancha uqmayman men. Men Xitoy Kompartiyasi tarafdan mash qurultayning putim suning tegiga yetdi, tagdi dasidim deylik, bir ko'lning tegiga ya bir dengizning cho'nqurligiga tushsa, g'avg'aslar eng tegiga yetdi deydi-ku. Ashunga o'xshash yetdim Xitoy Kompartiyasi tarafdan juma. Munofiqlar qurultayniki global shirkatlarni uqmayman. Men biladiganimni deyman. Ammo ularning o'ynayotganini bilaman. Bu darajada tursa bu ishlar. Bu yerdagi yurt jamoat deganlarninki xotini baldir kelishdan burun, eri baldir kelish, Dilshad Rashid bir gapni to'g'ri qildi-ku. Hukam bu yerga ayollar bek, erdan baldir kelgan ayollar, ya puli tayinib keladi, bo'lmasa necha yer ko'sarni o'lqib keldi deychi. Bek to'g'ri gapchi shu. Mesha kelgan o'qimishliqlarning xotinlarining buzilganlari, akademiklarning xotinlarining buzilganlari, eri kelishdan burun bularni-ku hammani ashundaq illib tutib, masalan, Asad Sulaymonninkida Asad Sulayman Şinjan'da şunun içinde atalmış 100 meşhur yaşından biri. Ama xotini miye kelib panalık tildi, erini ep geldi de. Hükümet şunu bilmem de, Dilshad Rashid bilmem de. Bilidu, yetkizmem de. Xitayning miye kelib namirda yaşaydigan Ürümchilik Xitayninki qandaq panalık tiligen, qandaq narsalarni, qandaq akiladigan Zübeyralarniki men dedim ekranda. Aşınçıkti sen nereden tapdın bunu desem Xitay tercümanlar arqılı. Müştericilik kirib olgan tursa Xitay demokratları, Xitay tercümanları arqılı. Bunun nima deydi? Bununla işler delenmeydi, bununla bağ paketler turdu. Şuna qaynab so'zlab ketgan narsa shu. Biz bu hükümetler ortaklaşış nimamiz var ama hükümetin tutmamsa, sen tutmamsa da qo'ng'i besim qilmaymiz. Bu mediachilar bilan gaplashgan chaqda qara o'zining shu davriya vaqti soat kelgan chaqda qildi ekan. Biz qolgan vaqtda men hatto Shvetsiyada necha mediachilar bilan ashtaq uyliklar kirib ketib, bir mazgil o'tgandan keyin Ukraina nima urushlar bo'lib ketgan chaqda ya virus olib ketib qopti. Shu uydagilar to'g'rilik nima qilaman deb bir necha mediachilar telefon qilsam, "Ay biz hozir aldirash, boshqa ishlar bilan" dedi. Keyin qilmadi ki ular qilgan chaqda men achchig'im kelib dedim. Mening ishim sen telefon qilsam sen qilmay ekansan, men qilmayman. Bermayman intervyu dedim-chi. Mashunda bo'lish kerak-da inson degan. Ya mashunda ahvollar bor bo'lsa, saranglar kinishki bilan shuni saranglar munofiqlar qurultaydi shuni ishlatib yursa,
Yani texe çıkıp seni bizni sarangda deylik Göçmemet degan.